Birovga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'zingizni yopib turibdimi? Chekda yo'q, divandayda yo'q. Yo'q, unaqa. Kerak bo'lganda bityapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi haq bo'ldi. Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi payg'ambarimizning duosi. U zot Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafa degan ekan. Ma'nosi qanaqa? Parvardigor, kim meni yaxshi ko'rsa, Muhammad alayhisalomni kim yaxshi ko'rsa, bas uni rizqini kifoyalik qilgin degan ekan. Birovga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'zingizni yopib turibdimi? Chekda yo'q, divandayda yo'q. Yo'q, unaqa. Kerak bo'lganda bityapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi haq bo'ldi. Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi payg'ambarimizning duosi. U zot Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafa degan ekan. Ma'nosi qanaqa? Parvardigor, kim meni yaxshi ko'rsa, Muhammad alayhisalomni kim yaxshi ko'rsa, bas uni rizqini kifoyalik qilgin degan ekan. Birovga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'zingizni yopib turibdimi? Chekda yo'q, divandayda yo'q. Yo'q, unaqa. Kerak bo'lganda bityapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi haq bo'ldi. Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi payg'ambarimizning duosi. U zot Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafa degan ekan. Ma'nosi qanaqa? Parvardigor, kim meni yaxshi ko'rsa, Muhammad alayhisalomni kim yaxshi ko'rsa, bas uni rizqini kifoyalik qilgin degan ekan. Birovga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'zingizni yopib turibdimi? Chekda yo'q, divandayda yo'q. Yo'q, unaqa. Kerak bo'lganda bityapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi haq bo'ldi. Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi payg'ambarimizning duosi. U zot Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafa degan ekan. Ma'nosi qanaqa? Parvardigor, kim meni yaxshi ko'rsa, Muhammad alayhisalomni kim yaxshi ko'rsa, bas uni rizqini kifoyalik qilgin degan ekan. Birovga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'zingizni yopib turibdimi? Chekda yo'q, divandayda yo'q. Yo'q, unaqa. Kerak bo'lganda bityapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi haq bo'ldi. Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi payg'ambarimizning duosi. U zot Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafa degan ekan. Ma'nosi qanaqa? Parvardigor, kim meni yaxshi ko'rsa, Muhammad alayhisalomni kim yaxshi ko'rsa, bas uni rizqini kifoyalik qilgin degan ekan. Birovga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'zingizni yopib turibdimi? Chekda yo'q, divandayda yo'q. Yo'q, unaqa. Kerak bo'lganda bityapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi haq bo'ldi. Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi payg'ambarimizning duosi. U zot Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafa degan ekan. Ma'nosi qanaqa? Parvardigor, kim meni yaxshi ko'rsa, Muhammad alayhisalomni kim yaxshi ko'rsa, bas uni rizqini kifoyalik qilgin degan ekan. Birovga muhtoj bo'lmayapsizmi? Topganingiz kami ko'zingizni yopib turibdimi? Chekda yo'q, divandayda yo'q. Yo'q, unaqa. Kerak bo'lganda bityapti ishingiz. Mana shu odamga payg'ambarimizning duosi haq bo'ldi. Qanaqa duo? Asarlarda keltiriladi payg'ambarimizning duosi. U zot Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafa